Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Biz Marg'ilon shahridamiz. Xonadon uchun umumiy quvvati 20 kW bo'lgan quyosh elektr stansiyasini ishga qo'yishga keldik. Ishlarimizni ko'ringlar, mana shunaqa sifatli tekis amalga oshirilyapti. Karkazlarimiz profil 2x4 3x3 profillardan foydalanilgan. Zanglashga qarshi o'zini metallitsik kraskalar bilan kraska qilinadi har doim. Xo'p, janubga qaratilib qilinadi. Janubga qaragan, o'zi uylar juda mos kelgan ekan janubga. Panellarimiz qiyalik burchagi 35 gradus tashkil qilyapti. Bu Farg'ona sharoitiga juda yaxshi. Xudo xolasa effektivni zo'r ishlaydi. Panellarimizni olib, o'sha qatirish ishlari boshlanilyapti. Ishlarimizni kuzatib turinglar. Panellarimiz Jinko. Quvvati 625 vatli panellar. 20 kW tashkil qiladi. Pastda montaj ishlarini ham boshladik. Invertorimiz deya ko'rsatib o'taman sizlarga. Xo'p, oxirida narxlari bilan ham tanishtirib chiqaman. Kuzatishda davom etinglar. Pastda montajimiz bo'lyapti. Invertorimiz deya 20 kW. Xo'p, xonadon uchun bir fazali счетчикdan 3 fazali счетчикka amalashtirib berilyapti. Montajlar davom etyapti. Xo'p, panellarimizni qotirib oldik. Mana shunaqa chiroyli tekis qilib 20 kW umumiy quvvati panellarimizni chiroyli qotirdik. Xo'p, montaj ishlarini ham tugatdik. Hozir mana shu stalbadan 3 fazali tarmoq ulyapmiz. Xonadon egalarini счетчиklarini almashtiryapmiz. Pitaniyani berib, xudo xolasa ishga qo'yamiz. Ishga qo'yib ham bir qator ko'rsatib o'taman. Endi bugun bulutli ob-havo, lekin shunda bo'lsa ham ishlashlarini ko'rsatib uy egalariga topshiramiz. Обязательно mana bunaqa kreplenyalardan foydalaninglar. Panellar tegishi mumkin emas. Kuzatishda davom etinglar. Hozir invertorlar yoqib ko'rsatib o'taman sizlarga. Ishlarimizni yakunladik. Xo'p, invertorimizni ham ishga qo'yib qo'ydik mana. Ko'rsatib o'taman dedim sizlarga. Mana 4 kW ishlab turibdi. Sababi umuman quyosh yo'q, to'liq bulutli ob-havo bo'lgani uchun mana shunaqa holat. Xo'p. Sizlarga shitlarni ham ochib ko'rsataman. Xonadon uchun счетчик qo'ydik, 3 fazali. Barcha zashtalari bilan zazimlanishlar to'liq amalga oshirilgan. Ishlarimizni mana shunaqa sifatli, chiroyli qilib yakuniga yetkazdirdik. Hurmatli kuzatuvchilar, biz ushbu xonadon uchun 20 kW bo'lgan quyosh elektr stansiyamizni umumiy 70 million so'mga xonadon egalariga qilib topshiryapmiz. Ishlarimiz mana shunaqa sifatli amalga oshirildi. Kimga mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, o'zimizga murojaat qilinglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.